Boshlaymiz. Demak, mavzuyimiz kuch momenti muvozanat sharti. Birinchi masalada aytilyapti. Og'irligi p bo'lgan teng bo'limli o'zaro bir xil va bir jinsiy stерженlar F1 va F2 kuchlar yordamida muvozanatga keltirilgan. Shunga ko'ra, F1 va F2 kuchlarining kattaliklari nisbati nechaga teng deyilibdi? Xo'p, demak, jismlarning og'irliklari bizda bir xil ekan. Xo'p, birinchisining og'irligi mana bunday pastga o'ralgan bo'ladi. P. Ikkinchisiniki ham xuddi shunday o'rtasidan pastga o'ralgan P og'irlikka ega. Xo'p, birinchi tushunadigan bo'lsam, P og'irlik jismni soat stronkasi bo'yicha aylantirar ekan, F1 kuchi esa uningga qarama-qarshi aylantirar ekan. Demak, birinchi tizim uchun yozadigan bo'lsak, aylanish o'qi mana bu nuqtada F1 kuch, demak uning kuch yelkasi 3 ta kadar, ya'ni 3 birlikka teng bo'lyapti. F1 ko'paygan 3 barobar soat stronkasi bo'yicha aylantirayotgan kuch momenti bu P ko'paygan 1 bo'lar ekan. Bundan F1 P taqsim 3 ligi. Endi xuddi shuni ikkinchi tizim uchun yozadigan bo'lsak, endi aylanish o'qi mana bu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Soat stronkasiga qarama-qarshi aylantirgan kuch momenti, ya'ni F2 kuchining kuch momenti bo'ladi. F2 ko'paygan endi kuch yelkasi 3 ta birlik bo'lar ekan. Yana 3 barobar og'irlik uchun kuch yelkasi 2 ekan, 2p ga. Bundan F2 2p taqsim 3 ligi kelib chiqyapti. Bizdan F1 taqsim F2 so'ralgan. F1 p taqsim 3 ga teng, F2 2p taqsim 3 ga teng. Mana bu 3 lar va plar qisqasi 1 taqsim 2 degan javobni olamiz. Ikkinchi masalada og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli sterchen 3 xil usulda muvozanatga keltirilgan. Iplardagi taranglik kuchlarining kattaliklari T1, T2 va T3 orasidagi munosabat qanday deb aytilibdi. Xo'p. Birinchi holatga qaraydigan bo'lsak, bu yerda hamma holatda mana bu ipda hosil bo'layotgan taranglik kuchi sterjanga osib qo'yilgan yuklarning og'irliklari yig'indisiga teng bo'ladi. Har doim Y ga press yozadigan bo'lsak. Bundan kelib chiqadi, men ana shu X, Y, Z jismlarining og'irliklarini topib, ularga P ni qo'shadigan bo'lsak, demak ana shunda biz taranglik kuchini topgan bo'lar ekanmiz har safar. Hop, birinchi hol uchun yozadigan bo'lsak, hop, X jismning og'irligi Px pastga yo'nalgan, demak bu sterjenni mana bu yerda aylanish o'qida qaraydigan bo'lsak, soat stronkasiga qarama-qarshi aylantiradi. P yukning og'irligi esa soat stronkasi bo'yicha aylantiradi. Bundan Px ko'paygan 3, P ko'paygan 1 ga. Bundan Pximiz P taqsim 3 ligiga kelib chiqyapti. Demak, T1 bizda mana bu uchun mana ekan. Y o'qiga press yozadigan bo'lsak, T1 minus Px minus P teng 0 bo'ladi. Bundan T1 Px plus P ga tenglik kelib chiqadi. Mana bu jismlarda ham xuddi shunday P plus Py. Mana bunda P plus Pz ko'rinishda bo'ladi. Hop, bundan T1 shunda Px o'rniga P taqsim 3 plus P yozsak, bu 4P taqsim 3 bo'lyapti. Endi ikkinchi jism uchun yozamiz. Ikkinchi jismda mana bunday bo'lyapti. Hop. Bizda Y jismniki P, Y ko'paygan kuch yelkasi 1 ga teng bo'lyapti. Aylanish o'qi mana bu nuqtada bo'lgani uchun barobar P ko'paygan 2 ga. Bundan Py 2P ekanligi. T2 esa Py plus P bo'lib 3P ga tenglik kelib chiqadi. Endi uchinchi jism uchun yozamiz. Uchinchi jismda hop Pz ko'paygan 1 barobar P ko'paygan 1. Bundan Pz P ga tengligi. Bundan T3 esa Pz plus P'imiz 2P ga tenglik kelib chiqadi. Demak, yuqorida aniqlagan kattaliklarimizdan T2 eng katta, keyin T3 va T1 ekanligi kelib chiqyapti. T2, T3, T1 degan savol berilgan. Keyingi masalada uchinchisida og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli sterjenlar rasmda kabi muvozanatda. Shunga ko'ra X va Z jismlarining og'irliklari nisbati nechaga teng deyilibdi? Xo'p. Shunda birinchisi uchun yozadigan bo'lsam, misol uchun Y jismning og'irligini P deb tanlab olaylik. P mana bunda ham shunda P bo'ladi mana. Mana buniki Pz, mana buniki esa Px. Hop, birinchi sterjen uchun yozadigan bo'lsam, aylanish o'qi mana bu ip osilgan nuqtada mana ekan. Bundan Px ko'paygan 2, Py ko'paygan 1 ga tengligi. Bundan Pximiz Py taqsim 2 kelib chiqar ekan. Ikkinchi jism uchun yozadigan bo'lsam, hop,
P y'imiz P'ga tengda. Shunda bu P taqsim bu uchun yozadigan bo'lsak, hop, y jismning og'irlik kuchining kuch yelkasi 3 ta go'dak bo'lyapti bunda. Demak, P ko'paygan 3 barobar PZ ko'paygan 1. Ya'ni PZ shunda Pga tenglik kelib chiqyapti. Bizdan Px taqsim Pz so'ralgan. Pximiz P taqsim 2, Pzimiz esa bu 3P ga tengda. 3P. P qisqarib ketsa bu 1 taqsim 6 ekanligi deb B javob bo'lsak bo'ladi. Keyingi masalada hop, 4-chisida og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stерженlar rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra J og'irligi P og'irligining necha baravariga teng? J yukning og'irligi P yukning og'irligining necha baravariga teng deyapti. Hop, tasavvur qilaylik. Hop, mana buni og'irlik kuchi pastga P va mana bu yerda hosil bo'layotgan taranglikni qandaydir T desak. Va mana bunga nisbatan aylanish o'qini yozsak. Shunda hop, taranglik kuchining kuch momenti jismni soat strelkasi bo'yicha aylantirar ekan, mana bu P og'irlikli yukning kuch momenti esa unga qarama-qarshi soat strelkasi bo'yicha aylantiradi, mana taranglik kuchiniki esa qarama-qarshi aylantiradi. Demak, taranglik ko'paygan 3 barobar P ko'paygan 4 ga. Bundan taranglik hop 4P taqsim 3 ga tenglik kelib chiqyapti. Endi mana shu yerda biz mana shu yerda qaraymiz. Endi yuqoridagi jism uchun yozganimizda mana bu ipda hosil bo'layotgan taranglik kuchi pastga yo'nalgan bo'ladi. Mana bunday. Jismni pastga tortadi. Va mana bu o'qqa nisbatan, tayanchga nisbatan endi yuqoridagi jismni yozadigan bo'lsak, taranglik ko'paygan 3 barobar hop J ko'paygan 1 ga. Bundan J 3 ta T ga tenglik kelib chiqyapti. Taranglik kuchi 4P taqsim 3, demak o'rniga olib kelib qo'ysam 3 ko'paygan 4P taqsim 3 bu 4P ga tenglik kelib chiqyapti. Demak, J yukning og'irligi P yukning og'irligidan 4 marta katta deb D javobini olsak bo'lar ekan. 5-chisida og'irligi P bo'lgan o'zaro bir xil va bir jinsli stерженlar 3 xil usulda osilgan. Shunga ko'ra, qaysi rasmlarda stерженlar erkin qo'yib yuborilganda rasmdagi holatda muvozanatda qola olmaydi? Xo'p, birinchisiga qaraydigan bo'lsak, misol uchun mana bu yerda ham ipning tarangligi bo'ldi mana ekan. Va buni ham mana bu y o'qida preksiyasi bor. Y va mana bu x o'qida ham preksiyasi bor. X o'qida ham preksiyasi bor mana bunday yana. X. Jism mana shu holatda muvozanatda turish uchun mana bu x o'qdagi kuchni ham yenga oladigan biror bir kuch bo'lishi kerak. Ya'ni natijasi 0 chiqishi kerak. Ammo bizda mana bu ipning tarangligi vertikal yuqoriga yo'nalgan bo'lgani uchun x dagi preksiyasi 0 ga teng bo'lib, jism mana shu holatda qo'yib yuboriladigan bo'lsa, mana bu x o'qida biroz siljiydi, muvozanatda qolmaydi. Shuning uchun biz buni olishimiz mumkin emas. Qola olmaydigan uchun buni olar ekanmiz. Biz biri qabul qilamiz. Xo'p. Ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, ikkinchisida endi jismni muvozanatga keltirayotganimizda qarang. Bu holatga qaraydigan bo'lsak, endi mana bundagi taranglik kuchi aniq gorizontal mana bundayda. Jismning og'irligi pastga yo'nalgan P va mana bunga tayanchda qo'yib, shu yerga nisbatan kuch momentini yozadigan bo'lsak, mana buni kuch yelkasi 0 ga teng bo'ladi va kuch moment hosil qilmaydi. Mana buni kuch momenti 0 dan farqli bo'lib, bu jismni soat yelkasi bo'yicha aylantirib borar ekan. Shu sababli ham biz taranglik, ya'ni jism muvozanatda qola olmaydi deymiz. Ya'ni bu muvozanatda qolish uchun mana bu yerda 0 dan farqli bo'lgan, mana shu tomonda 0 dan farqli bo'lgan biror bir kuch jismni muvozanatga keltirishi kerak. Shu sababli buni ham olishimiz mumkin emas. Demak, ikki ham muvozanatlay olmaydi. Uchinchisiga qaraydigan bo'lsak, uchinchisida ham xuddi shunday asli. Mana bunday. Mana bu yerdagi taranglik kuch ham pastga tortadi jismni, og'irligi ham pastga tortadi. Mana bu nuqtaga nisbatan kuch momentlarini yozadigan bo'lsak, biror bir kuch jismni soat strelkasi bo'yicha aylantirmas ekan. Hamma kuch jismni soat strelkasiga qarama-qarshi aylantiradi. Bu degani bu jism ham muvozanatda qola olmaydi. Ya'ni impuls momenti 0 ga teng emas. Kuch momenti 0 ga teng emas. Shu sababli ham buni olmas ekanmiz. Demak, bunda hamma javob bo'la olmaydi bo'lar ekan. C javob. 6-chisida bir jinsli bir sterjen rasmdagi kabi iplar yordamida osilganda iplardagi taranglik kuchlari kattaliklari T1 va T2 bo'lsa, shunga ko'ra P og'irlikli jism o'q yo'nalishida harakatlanayotganda T1 va T2 qanday o'zgaradi deyapti. Bunda
Xo'p, aylanish o'qini mana bu yerga joylashtiraylik. Mana shu yerda bo'lsin. Xo'p, mana bu P jism joylashgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa mana buni men L1 deb belgilayman. Undan mana bu T2 gacha bo'lgan masofani esa L2 deb belgilayman mana bu masofani. Shunda P ko'paygan L1 barobar bo'lishi kerak ekan T2 ko'paygan L2 ga. Bundan T2 P ko'paygan L1 taqsim L2 bo'lyapti. To'g'rimi? Endi qarang, agar P jism chap tomonga strelka bo'ylab harakatlanadigan bo'lsa, mana bu L1 ortadi. Bundan T2 ham ortishi kelib chiqadi. T2 ortadi. Endi kuchlarni mana shu yerda Y o'qiga preksiyasini yozadigan bo'lsak, osonroq bo'lishi. Xo'p, shunda Y o'qida T1 bor, pastga P va T2 bor. Teng bo'lishi kerak. Bundan T1 P plus T2 ga teng bo'ladi. P o'zgarmasdan T2 agar bizda ortadi deylik, demak bundan T1 ham ortishi kelib chiqar ekan. Ortadi degan javobni mana B javob deb belgilaymiz. Keyingi masala 7. Og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stержень X, Y, Z jismlari bilan rasmdagi kabi muvozanatda. Iplardagi tarangli kuchlari teng kattalikda bo'lsa, quyidagi hukmlardan qaysilari aniq to'g'ri? Hop. Demak, iplardagi tarangli kuchlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, ikkalasini ham men T deb belgilayman mana bu. T. Bunda ham T. Va kuchlarni Y o'qqa preksiyasini yozadigan bo'lsak, T plus T ya'ni 2T minus Px minus Py minus Pz bo'ladi. Va bu 0 ga teng. Bundan 2ta T'imiz Px plus Py plus Pz ga tenglik kelib chiqadi. Demak, iplardagi taranglik bu Px plus Py plus Pz ga teng. Taqsim 2 ga teng. Xo'p, endi biror bir jismga ip osilgan nuqtaga nisbatan kuch momentlarini yozamiz. Misol uchun mana bu nuqtaga nisbatan yozsam. Xo'p. Px soat harakatiga qarama-qarshi aylantiryapti. Py, Pzlar soat harakatiga bo'ylab, mana bu tarangli kuchi esa soat harakatiga qarama-qarshi aylantirar ekan. Demak, T ko'paygan 2 birlik plus Px ko'paygan 1 birlik barobar bo'lishi kerak. Py ko'paygan 2 plus Pz ko'paygan 4 ga. Hop, tarangli kuchini mana bu yerda qiymatini yozgandik. Ikkitani topgan ekanmiz, birodarga qo'yib ketaman. Hop. Px plus Py plus Pz plus Px barobar bo'lyapti 2ta Py plus 3ta Pz ga. Xo'p, Py mana bilan bu qisqaradi. Pz mana bilan buni qisqartirsa, mana bu 4 ta edi. Bu ketgandan keyin 3 ta qoladi, to'g'ri qolgan ekanmiz. Xo'p, bundan 2ta Px barobar bo'lyapti Py plus 3ta Pz ga. Bundan Px Py taqsim 2 plus 1,5 Pz kelib chiqadi. Px ni topish uchun 1,5 Pz ga Py taqsim 2 ni qo'shyapmiz. Bundan aniq ko'rinib turibdiki, Px mana bu yerga yozaman. Px katta ekan Pz. Demak, X va Y jismlarining og'irliklari teng degani, qaysilari noto'g'ri deyilgan, bu noto'g'riligi to'g'ri. Xo'p, keyingilarga o'tamiz endi. Xo'p. Keyingisida endi aylanish o'qini ikkinchi ip turgan nuqtaga qo'yaman. Mana bu yerga qo'yaman. Unda nima bo'ladi desa, unga nisbatan kuch momentlarini yozamiz. Taranglik kuchi soat harakati bo'yicha aylantirar ekan. Mana bu Pz ham soat harakati bo'yicha, X jismniki esa qarama-qarshi aylantirar ekan. Demak, mana bu yerda ajratib o'taylik. Px ko'paygan 3 barobar bo'lishi kerak ekan. Pz ko'paygan 2 plus T ko'paygan 2, ya'ni 2 ta. U yana Px plus Py plus Pz ga teng. Y plus Pz. Xo'p, mana bu qisqaradi, 2 ta qoladi shunda. 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam, Px barobar Pz plus yo'q, 1,5 Pz bo'larkan bu. Chunki mana bu 2 ta Pz, mana bu 3 ta Pz. 2 ga bo'lsam 1,5 Pz plus Py taqsim 2. Ya'ni yuqoridagi xulosani olyapmiz. Shuni to'g'riligini aniq ayta olar ekanmiz.
Y va Z jismlarini X va Z jismlarini bir-biri bilan solishtirish imkoni bo'lmadi. Yo'q. X jismlarining og'irliklari teng degan xulosa. Yo'q, teng. Biz birinchisi noto'g'ri olib ketgan ekanmiz. Chunki X bilan Y ni solishtira olmadik. Bu yerda faqat X bilan Z ni solishtirdik. X bilan Z teng degani mana bu xato. Xatoligi to'g'ri. Shunda biz Y bilan Z ni, X bilan Y ni bir-biri bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo'lmadik bu yerda. Shu sababli bir bilan ikkini olishga imkon haqqimiz yo'q bo'ladi. Sal javob shunda. Faqat sal javob olishimiz mumkin. Aniq to'g'ri. 8-si. Og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stearjen rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra, X va Z jismlarining og'irliklari nisbati quyidagilardan qaysi biri bo'la olmaydi debdi. Xo'p, mana shu masala uchun mana bu yerda men aynan o'sha yoqqa joylashtiraman, tayanch. Mana shunga nisbatan kuch momentlarini yozamiz. Mana buni kuch. Og'irlik kuchi PZ, buniki PY, mana buniki esa PX. Xo'p, aynan shu yoqqa nisbatan yozadigan bo'lsak, PX ko'paygan 3 plus PY ko'paygan 1 barobar bo'lishi kerak PZ ko'paygan 2 ga. To'g'rimi? Mana shu yerdan bizga Px taqsim Pz kerak ekan. Buning uchun men mana shu yerda har ikki tomonni Pz ga bo'lib yuboraman. Shunda Px ko'paygan 3 taqsim Pz plus Py taqsim Pz barobar 2 bo'lyapti. Bundan Px taqsim Pz ko'paygan 3 barobar ekan 2 minus Py taqsim Pz ga. To'g'rimi? Bundan Px taqsim Pz 2 taqsim 3 minus Py taqsim Pz. Mana bu yerda 3 ham bor. Mana shunday. Ya'ni mana bu nisbat har doim 2 taqsim 3 dan kichkina sonni qabul qilish kerak ekan. 2 taqsim 3 dan kattasini qabul qila olmas ekan. 2 taqsim 3 demak bu har doim nima 0.67 dan kichkina sonni qabul qiladi. Xo'p, birinchisi 0.25 bo'lyapti. Buni qabul qilish mumkin. 1 taqsim 3 ni ham, 2 taqsim 5 0.4 ga teng. Bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. 1 taqsim 2 0.5 bu ham bo'lishi mumkin. Mana bu javobda 3 taqsim 4 0.75 bo'lyapti. Qanoatlantirmaydi shu. Shuning uchun biz Y javobini olishimiz mumkin. 9-sida O nuqta atrofida aylana oladigan bir jinsiy teng bo'limli stearjenning og'irligi 6p. Stearjen muvozanatda bo'lgani uchun ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha p ga teng bo'ladi deyilibdi. Va bir jinsiy bo'lsa uning og'irlik kuchi og'irlik markazi o'rtasida bo'ladi. Mana bunday p. Taranglik kuchi mana bu yerda ipga ta'sir etayotgan taranglik kuchi mana bunday bo'ladi. Xo'p, og'irlik kuchining kuch yelkasi mana bu yerga to'g'ri keladi. Xo'p, har bir kadak uzunligini 1 birlik deydigan bo'lsak, bu mana bu yer 37 gradus. 2 ko'paygan kosinus 37. Kosinus 37 gradusda 0.8 ga teng. Mana bundoq. Demak, soat yelkasi bilan tarafdan kuch momenti, og'irlik kuchining kuch momenti u p ko'paygan 1.6 barobar bo'lyapti. Soat yelkasi qarama-qarshi tarafdan kuch momenti bu taranglik kuchining kuch momenti u kuch yelkasi mana bunga to'g'ri keladi. Aylanish o'qidan kuch ta'sir chizg'ichi bo'lgan eng qisqa masofa. Bu demak, hop, 4 birlik ko'paygan sinus 37 bu 0. Ya'ni taranglik ko'paygan 2.4 ekan. Hop, bizdan necha p ga taranglik kuchi so'ralyapti. Taranglik kuchi demak 16p taqsim 24. 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 4p taqsim 6 yoki p taqsim 3 desam bo'lar. Taqsim 3 degan javob olamiz. Ammo bizda to'g'ri javob yo'q. Mana ekan. Mana bu yerga qaranglar. Stearjenning og'irligi 6p ga teng ekan. Mana bu 6p ekan. Mana bu yerda ham 6 bo'ladi. Mana bu yerdan ko'paygan 6 bo'lsa bu 4p ga teng chiqar ekan. Shunda Y javob. Keyingisi 10-masala. O nuqta atrofida erkin aylana oladigan, og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli stearjen rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra ipdagi taranglik kuchining kattaligi necha p ga teng kelibdi? Xo'p. Quyidagicha o'tamiz bu yerda. Mana bunday 5p og'irlik kuchining ta'sir chizig'ini olib ketamiz. Mana bunday taranglik kuchi bor. Xo'p, har bir kadagi qismining uzunligini 1 birlik deydigan bo'lsak, demak, mana bu yer 37 bo'lsa, bu yer ham 37 ga kelib chiqadi. Uni ta'sir chizig'i, kuch
yelkasi mana bunga to'g'ri keladi. Demak, bu 5 ko'paygan sinus 37. Sinus 37 ga rasm 0,6 ga teng. Demak, 5p ko'paygan 3 bo'lyapti barobar soat yelkasi uchantirib kuch taranglik kuchi, uni kuch yelkasi 1, 2, 3, 4. Perpendikulyar bo'lgancha o'ziga teng bo'laveradi 4 ga. Bundan taranglik kuchi 15p taqsim 4 bo'lar ekan. C javob. 11. Teng bo'limli o'z ichida bir jinsli sterjenlar rasmdagi kabi tik iplar yordamida muvozanatga keltirilgan. Ishqalishlar e'tiborga olinmasa, sterjenlarning og'irliklari orasidagi munosabat qanday deyapti. Xo'p, mana bu 3-sterjen ekan. 3-sterjen mana bunday. Pastga yo'nalgan P3 og'irlikka ega. Mana bu esa pastga yo'nalgan P2 og'irlikka ega. Mana bunisi esa pastga yo'nalgan P3 P1 og'irlikka ega. Mana bu yerda taranglik kuch paydo bo'lgan P1 xuddi mana bu ip ham bitta bo'lgani uchun bundagi taranglik ham T1 ga teng. Mana bu ikkinchi ipdagi taranglik T2 ga teng bizda. Xo'p, uchinchi ip mana bu ip ham bitta bo'lgani uchun bundagi taranglik ham T2 ga teng bo'ladi. Mana bunday. Xo'p, mana buni ta'sir chizig'ini o'tkazadigan bo'lsam. Mana bunday. Xo'p, mana buni kuch yelkasi har bir kadar uzunligini bir-birlikdan deydigan bo'lsam 2 ko'paygan kosinus 37. Mana buni 4 ko'paygan kosinus, ya'ni 2 marta farq qilar ekan. Demak, P1 ko'paygan 2 deb ketsam bo'ladi. To'g'rimi? Shunda mana bu yer mana 2 ko'p, mana bu kichkina oraliq 2 ko'paygan kosinus 37, katta oraliq esa 4 ko'paygan kosinus 37 bo'ladi. Shuning uchun mayli yozib o'ray. 2 ko'paygan kosinus 37 barobar bo'lishi kerak T1 ko'paygan 4 ko'paygan kosinus 37 ga. Mana bular qisqarib ketadi. Bundan T1 P taqsim 2 ga tenglik kelib chiqadi. Endi mana bu uchun yozadigan bo'lsam, aylanish oqi mana bu nuqtada. Demak, P3 ko'paygan 1 ko'paygan kosinus beradi endi. Mana bunday tushirsam, mana bu yer ham 53 gradus. To'g'rimi? Undan mana bu yer 37 ga kelib chiqadi. Kosinus 37 gradus barobar T2 ko'paygan 3 birlik ko'paygan kosinus 37. Bular yana qisqarib ketadi. Bundan T2 3 taqsim 3 ga tenglik kelib chiqadi mana. To'g'ri bo'ldimi? Xo'p. Bundan tashqari endi mana bu jism uchun yozadigan bo'lsak, nimani xulosa qilsak bo'ladi? Xo'p. Misol uchun mana shu yerda aylanish oqini joylashtirsam ham bo'ladi. Ana shunga nisbatan yozadigan bo'lsam, P2 ko'paygan 1/5 nima bo'ladi? Kosinus 37 mi? Kosinus 37 barobar bo'lishi kerak P1 ko'paygan 3 kosinus 37 ga. Kosinus 37 dan qisqarib ketadi. Bundan T1 ya'ni 2 ta T1 P2 ga tengligi. Bundan P2 hop, bitta T1 bo'lsa, T1 o'zi nimaga teng edi? P taqsim 2, ya'ni P ga tenglik kelib chiqyapti mana. P ga teng, ya'ni P1 ga. P deb aytdimmi? P1 ga tenglik kelib chiqyapti. Xo'p, bizda demak P1 bilan P2 bir-biriga teng ekan. Ikkinchi tomondan mana shu yerda y o'qini o'tkazib, kuchlarning y o'qqa proyeksiyasini yozadigan bo'lsam, T1 plus T2 minus P2 teng 0 bo'lishi kerak. Xo'p, bizda T1 taqsim 2 ga teng. Plus T2 hop, T2 ni o'rniga ham yozib qo'ydik. P3 taqsim 3 minus emas, barobar bo'ladi. Mana ikkinchi tomonga o'tkazaveraman. P3 P2 ni P2 emas P1 ga teng mana. Bundan P3 taqsim 3
P1 taqsim 2 ga to'g'ri kelyapti. Va P3 3 P1 taqsim 2 ligi, ya'ni 1,5 marta kattalik kelib chiqyapti. Demak, P3 bulardan katta ekan. P3 P1 teng P2. Misol javobda berilyapti. 12 da bir jinsli bir sterjan rasmdagi kabi muvozanatda. Shunga ko'ra, ipdagi taranglik kuchining kattaligi quyidagi kattaliklardan qaysilariga bog'liq? Qaysilariga bog'liq deyapti. Xo'p, aniqlaylik. Mana bu sterjanning og'irlik markazi o'rtasida bizda bir jinsli bo'lsa, P ga teng mana bu. Taranglik kuchi yuqoriga yo'nalgan, P ga teng. Ta'sir chizig'i mana bunday tushadi. Xo'p, mana bu oraliq L taqsim 2 bo'lsa, jami uzunligi L deydigan bo'lsa, L taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, shunda og'irlik kuchining kuch yelkasi mana bu yer. L taqsim 2 ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Taranglik kuchining kuch yelkasi esa mana bu. L ko'paygan kosinus alfa bo'ladi. Taranglik kuchi jismni stol sirkasiga qaram-qarshilik qilar ekan. T ko'paygan L kosinus alfa bo'ladi. Og'irlik kuchi esa unga qarama-qarshi, ya'ni stol sirkasi uchalantirar ekan. P ko'paygan L taqsim 2 kosinus alfa bo'ladi. Kosinus alfalar L qisqarib ketsa, taranglik kuchi P taqsim 2 ga kelib chiqar ekan. Taranglik kuchi demak ko'rinib turibdiki, faqat og'irlik kuchiga P ga bog'liq bo'lyapti. Birinchisi to'g'ri, qolganlari noto'g'ri. Faqat 1 degan javob A javob. Keyingisi 13. Rasmda tik devor ishqalanishsiz gorizontal tekislik ishqalanish mavjud. Og'irligi P bo'lgan bir jinsli sterjan rasmdagi kabi muvozanatda bo'lgani uchun gorizontal tekislikdagi ishqalanish kuchining kattaligi necha P ga teng debdi. Xo'p, demak, mana bu vertikal devorda ishqalanish yo'q ekan. Ishqalanish yo'q ekan. Gorizontal sirtda esa ishqalanish bor ekan. Mana shu holatda turgan bo'lsa, demak, mana bu gorizontal sirtda sterjanga ta'sir etayotgan ishqalanish kuchi mana bu yoqqa bo'ladi. Chapga. Bu o'ngga siljib ketishni oldini olyapti, ishqalanish. Hop. Ishqalanish. Mana bu yerda hosil bo'layotgan reaksiya kuchi bor. N1 deylik. Mana bu yerda ham xuddi shunday reaksiya kuchi bor. Buni N2 deylik. Xo'p, mana shu holatda kuchlarni mana bunday X o'qqa proyeksiyasini yozadigan bo'lsam, sterjanga ta'sir etayotgan. Shunda N1 minus F ishqalanish tinch turgani uchun 0 ga teng. Bundan N1 F ishqalanishga tenglik kelib chiqyapti. Ana endi biz momentlardan foydalanamiz. Xo'p, uni nima qilamiz? Shuni o'chirib tashlaydi. Xo'p, endi qarang. Mana bu yerda N1 kuch va jismni mana bu yerdagi og'irlik kuchi bor. Vertikal pastga yo'nalgan. P. Hop, bizda burchak 53 gradus. Bundan tangens topadigan bo'lsam, hop, tangens sin rasm kosinus bo'lgani uchun 8 taqsim 6, ya'ni mana tomoni 8 desam, bu tomon 6 bo'ladi. Va mana bu teng qismlarga ajratib, bu tomoni mana bunday 3 bo'ladi. To'g'ri bo'ldimi? Birontali kuchliklari ko'rinmaydi. Shunda N1 kuchning kuch momenti jismni soat sirkasiga uchalantiradi. N1 ko'paygan kuch yelkasi mana bunga to'g'ri keladi mana. Mana bu. Bu mana bunga parallel bo'lgani uchun 8 ga teng. Barobar og'irlik kuchining kuch yelkasi 3 ga teng mana. Bundan necha P ga tengligini ekan? N1 topsam 3 taqsim 8 P. Bu ishqalanish kuchiga tengda, yuqorida aniqladik mana. Demak, ishqalanish kuchi 3 P taqsim 8 ga teng deb B javob olsak bo'lar. Keyingisida og'irligi e'tiborga olinmaydigan teng bo'limli sterjan rasmdagi kabi muvozanatda. Ishqalanishlar e'tiborga olinmasa, to'rpa og'irlikli jismning sterjanga ta'sir etayotgan kuchining kattaligi necha P ga teng deyilibdi. Xo'p, bu yerda mana bu yerda ipning taranglik kuchi bor. Yuqoriga yo'nalgan. Xuddi shunday mana bu yerda ham jismga ta'sir etayotgan taranglik kuchi bor. Pastga yo'nalgan og'irlik kuchi bor to'rpa. Ammo u mana bu sterjanga qandaydir reaksiya kuchi bilan ta'sir qiladi. Mana bunday. Ya'ni reaksiya kuchiga teng bo'lgan kuch bilan-da.
Bunday deylik, mana ko'rinish uchun. Buni pastga yo'nalgan og'irligi bor 4p va mana bu yerda sir tomon ta'sir etgan reaksiya kuchi bor n. Jism mana bu 4p og'irligidagi jism stерженьga qanday kuch bilan ta'sir qilsa, u ham mana shu jismga xuddi shunday kuch bilan ta'sir qiladi va ana shu kuch reaksiya kuchiga teng. Va bu yerdan n plus t y plik so'zligimiz minus 4p teng 0 ga. Bundan n 4p minus t ligiga kelib chiqyapti. Demak, mana bu yerda o'chiraman endi. O'chiramanda pastga bitta kuch bilan ta'sir qilyapti, ya'ni n kuch bilan deymiz mana stерженьga. Va kuch momentlarini yozamiz endi. Aylanish o'qiga, mana bu aylanish o'qiga nisbatan. Xo'p, jismda soat harakati bilan tarafdan kuch momenti mana bu p yukning og'irligi va taranglik kuchi. Demak, taranglik ko'paygan 1 2 3 4 takadek bo'lyapti. Plus p ko'paygan 2 barobar. Xo'p, mana bunda 3p ko'paygan 2 plus n, ya'ni n 4p minus t ko'paygan nima nechtakadek 3 takadek ekan. Qavsdan ochib olaman. 4p plus 2p barobar bo'lyapti 6p plus 12p minus 3 ta ekan. Bundan bu yoqqa o'tkazsam plus bo'lib o'tadi. 7 ta barobar. Ikkalasi 18, mana buni o'tkazsam minus bo'lib 16p degan kelib chiqadi. Demak, taranglik kuchi 16p taqsim 7 ekan. Biz reaksiya kuchini topishimiz kerak edi. Reaksiya kuchi bu 4p minus t teng. Demak, 4p dan 16p taqsim 7 ni ayrsam 28 16 ketsa 12p taqsim 7 degan javobga kelamiz. Mana Y javobi berilyapti. Keyingisi og'irligi p bo'lgan teng bo'limli bir jinsiy stержень rasmdagi kabi osilganda iplardagi taranglik kuchlarining kattaliklari T1 va T2 bo'ladi. Shunga ko'ra, quyidagi hukmlardan qaysilari to'g'ri? Stерженьning gorizontal muvozanati buzilmaydi. K nuqtaga J og'irlikli jism osilsa, T1 ortadi deydi. Xo'p, T1 uchun yozadigan bo'lsam, mana bu yerga aylanish o'qi qo'yishim kerak men. Aylanish o'qiga nisbatan yozadigan bo'lsak, xo'p, stерженьning o'zining og'irligi bor ekan, P o'rtasida joylashgan bo'ladi, u mana bu yerdan jo'rakan, mana. Mana bunday P. Demak, yozadigan bo'lsak, P ko'paygan 1/5 barobar bo'lish kerak. T ko'paygan 3 qami? Ya'ni soat harakatiga qarama-qarshi yo'nalishdan aytayotgan yagona kuch momenti bu ana shu T1 ning kuch momenti ekan mana. Buni endi taranglik kuchini orttirishim uchun soat harakatiga qarama-qarshi yo'nalishdan aytayotgan kuch momentini orttirishimiz kerak. Ya'ni mana bu tomonga nimadir qo'shishimiz kerak. Buning uchun biz yukni soat harakatiga qarama-qarshi yo'nalishdan aytadigan qilib joylashtirishimiz kerak. Misol uchun K nuqtaga olsak bo'lar ekan shunda. K nuqtaga osilgan yuk ham jismni soat harakatiga qarama-qarshi yoki L nuqtaga. Hop, birinchisida K nuqtasiga J og'irlikli jism osilsa, T1 ortadi, T2 kamayadi deyilibdi. Hop. Tushundik buni demak. Soat harakatiga qarama-qarshi. Oxirida olaman javobni. K nuqtaga olsak, T2 haqida ham gap ketyapti, shuning uchun T2 ni ham ustini olishimiz kerak. Bu qarama-qarshi. Tomonga o'tishimiz kerak, soat harakatiga qarama-qarshi mana bunga nisbatan. Hop, T2 ni aniqlash uchun esa endi aylanish o'qini mana bu yerga joylashtirib olishim kerak. Ana shu yerga nisbatan yozadigan bo'lsam, hop. Jismning og'irliginiki P ko'paygan 1,5 barobar bo'ladi T2 ko'paygan 3 ga. Endi buni orttirish uchun esa jismni men qaysi tomonga orttirishim kerak ekan? Hop, soat harakati bo'chalaytirayotganda bu tomonni qo'shishim kerak. Demak, soat harakati bir yo'nalishda ekan. Aksincha olsam kamayadi. Xo'p, birinchisiga qaraymiz. K nuqtasiga osadigan bo'lsak, xo'p, mana bunga nisbatan yozganimiz T1 ga xulosa olishimiz mumkin bo'ladi. Og'irlik jism osilsa, J og'irlikli jism osilsa, T1 ortadi. Ha, to'g'ri. Mana bu qarama-qarshi tomonga osilyapti. Demak, bu tomon qo'shilib, ortib ketadi-da, bu T1 ni ortishga olib keladi. Bu to'g'ri. T2 kamayadi. Bir yo'nalishda, ya'ni soat harakatiga yo'nalishda osadigan bo'lsak, ana shunda u T1 ortishini, T2 ortishini ko'rdik. Qarama-qarshi yo'nalishda osilyapti. Bu yerda bu mana bu yerga nisbatan yozsak ham qarama-qarshi bo'ladi, shuning uchun kamayishi to'g'ri. Demak, birni olar ekanmiz. Ikkinchisi, L nuqtasiga J og'irlikli jism osilsa, T1 va T2 ikkalasi ham ortadi deyilibdi. Qani ekan? J nuqtasi
L nuqtasiga osadigan bo'lsak, L nuqtasiga nisbatan yozadigan bo'lsak, birinchisini olish uchun mana bu yerga xulosa yozsam, orttiryapti soat surakasi qarama-qarshisini. Hop, endi mana bu nuqtaga nisbatan yozsam, bunda ham soat surakasi burchagini tarafiga 3 metr orttiryapti. Demak, ikkalasi ham ortadi, bu ham to'g'ri. Uchinchisida M nuqtasiga J og'irlikli jism osilsa, T1 va T2 ikkalasi ham ortadi deyilibdi. Buni ko'rish kerak. Xo'p, T1 ortish uchun qarama-qarshi yo'nalish, ya'ni soat surakasiga qarama-qarshi yo'nalishdan aytalik 3 moment hosil bo'lishi kerak edi. Ammo u bir yo'nalishda hosil bo'lyapti. Shuning uchun keyingisini ko'rishim ham shart emas ekan, xato bo'ladi. To'g'ri javob 1 va 2 bo'lib, shunda D javob olar ekanmiz. Keyingi masala 16. Og'irligi P, uzunligi 2 l bo'lgan o'zaro bir xil va bir jinsiy stерженlar ikki tayanch ustiga rasmdagi kabi qo'yilganda tayanchlarning reaksiya kuchlarining kattaliklari N1 va N2 bo'ladi. Stерженlar muvozanatda bo'lsa, quyidagi hukmlardan qaysilari to'g'ri deyilibdi. Xo'p, birinchisida N1 kuchning maksimal qiymati 5P taqsim 2 bo'lishi mumkin. Buni hisoblash kerak. Ikkinchisi, N2 kuchning minimal qiymati P ga teng. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Uchinchisi, X uzunlik eng ko'pi bilan L bo'lishi mumkin deyilibdi. Xo'p, mana shundan ketaylik. Xo'p, mana eng yuqoridagi sterjen qulab ketmasligi uchun uni og'irlik markazi eng ko'p mana shu nuqtaga kelishi kerak mana. Mana shu yerga kelsa jism qulab ketmaydi. Bundan x'imiz L, ya'ni mana bu umumiy uzunligining yarmiga teng bo'lishi mumkin, ha. Demak, mana bu 3 olishimiz mumkin ekan, to'g'ri. Endi mana shu yerda maksimal holatga olib keldik. Shu yerda P og'irligi bor. Endi keyingilarga xulosa olishimiz uchun ikkinchisiga o'tamiz. Ikkinchisining og'irlik markazi misol uchun mana shu nuqtada bo'lsin mana. Hop, mana masofani qandaydir y deb belgilaydigan bo'lsam, mana masofa ham bizda nima bo'ladi? Hop, umumiy uzunligi 2 l bo'lgani uchun yarmi L ga teng bo'ladi. Hop, bu yer shunda L minus Y bo'ladi. Hop, mana bu sterjenning ham kuch momenti bor mana bu yerda. Kuch, og'irlik kuchi bor P. Hop, mana bu yerdan yuqoriga yo'nalgan reaksiya kuchi bo'ladi N1. Mana bu yerdan yuqoriga yo'nalgan reaksiya kuchi bo'ladi N2. Xo'p, mana bu birinchi nuqtani aylanish oqida tanlab olaylik. Ana shu yerga nisbatan yozadigan bo'lsam, soat surakasi burchagini tarafgan kuch momenti reaksiya kuchining N2 niki, demak N2. Xo'p, birinchi qaraymiz. Yuqorida jism muvozanat turibdi. Ana Y ni baholab olishimiz kerak ekan. Xo'p, mana bu yuqorida ikkita jism muvozanat turgan bo'lsa, mana shu holat eng chegara holat deydigan bo'lsak, xo'p, P ko'paygan Y, mana buni kuch momenti. Endi mana buni kuch momentlarini baholashim kerak. Bu barobar bo'lishi kerak P ko'paygan L minus Y ga. P qisqarib ketsa, Y barobar L minus Y ga. Bundan 2Y L ga tengligi, Y esa L taqsim 2 kelib chiqadi. Ana shunday. Ana endi yozamiz. Yozamiz biz. Xo'p. Biroz tezroq olaylik. Mana bu N bilan bizga kerak emas endi. Xo'p. Mana masofamiz bizda L taqsim 2 ga teng. Xo'p. Mana bu yer P bo'ladi. Shunda mana masofa ham L taqsim 2 ga kelib chiqadi. L minus Y ga shunday. Xo'p, yozadigan bo'lsam, soat surakasiga qarama-qarshilik tarafgan kuch momentlari N2 va mana bu P og'irlikda yukning kuch momenti. Demak, N2 ko'paygan 2 L kuchi yelkasi mana bu yergacha. Xo'p, plus P ko'paygan L taqsim 2 barobar. Endi soat surakasiga qarama-qarshi yo'nalishdan tarafgan, soat surakasi burchagini tarafgan kuch momentini yozamiz. Xo'p, P mana buniki. O'rtadagisiniki. Ko'paygan L taqsim 2 plus P ko'paygan L. L'larni hammasidan qisqartirib yuboraman. Shunda 2 N2 plus P taqsim 2 barobar P taqsim 2 plus P bo'lyapti. Mana bular qisqarsa N2 P ga teng. Yo'q, 2 N2 P ga tengligi, N2 esa P taqsim 2 ga kelib chiqyapti. Ya'ni N2 ning kuchning minimal qiymati bizda mana ekan chiqdi. Eng chegara qiymat uchun yozgandik hozir. P taqsim 2, demak mana bu xato. Endi mana shu yerda kuchlarning Y o'qqa proyeksiyasini yozadigan bo'lsak, Y ga. Xo'p, Y ga kuchlarning proyeksiyasi. Yuqoriga yo'nalgan N1 va N2 bor, boshqa kuchlari yo'q va uchala jismning og'irlik kuchi pastga yo'nalgan, shuning uchun minus 3P teng bu. Bundan N1 3P minus N2 ligi. 3P dan P taqsim 2 ni ayirsam
Bu 2,5 p. Ya'ni 5 taqsim 2 bo'lishi mumkin deb ma'no olsak bo'ladi. Shunda to'g'ri javob 1 va 3 bo'ladi. S javob mana.